Nima bo'ldi yuzingga? Ko'cha sovuq, uyda ham отопление yuzimni quritib yubordi. Teri baryeri buzilganga o'xshaydi. Nima degani u? Tasavvur qil, bu sani tering. Ustini shunaqa qilib himoyasini buzaman. Endi u tezroq quriydi, himoyasiz qoldi, bakteriyalar ham oson kiradi. Xullas, baryeri buzilgan. Unda nima qilay? Birinchidan kuchli aktivlarni olib tashlash kerak. Retinol, AHBH kislotalar, ko'proq suv ich, iloji bo'lsa увлажнитель yo'q. Uxot esa baryer tiklaydigan lamilyar strukturada bo'lishi kerak. Boshqalarga nisbatan lamilyar uxot shunaqa ingichka yog'lardan tashkil topganki, teridagi himoya yog'lariga o'xshaydi, shuning uchun o'rnini bosa oladi. Mochevina va deopantenol esa terining namlanishini va tiklanishini ta'minlaydi. Ikkinchi mochevina terida itak bor, namlik ushlab turadi. Yog'li yuzliga ham to'g'ri keladimi? Любой teriga bo'ladi, yengil krem. Sovuqdan qurigan yuzimni 2 kunda tuzatgan. Unda buni menga berasan. Sumkam kerak emas ekan-da, senga menga ber. Keyingi safar tushuntirganingda men narsamni qirmasdan gapir. Men yaxshi ko'rgan sumkam bu. Вообще-то bu meniki.